Tak, Misrda, Sharm el Sheyxda o'sadigan gullarni turlariga qarangizlar, issiqda. Kaktuslari juda katta ekan. O'zgacha dizayn qilib qo'ygan. Mana gul toshni ichida o'zadi. Tosh endi tasavvur qilinglar, necha daraja issiq beradi. Живой va bundan bu qizilidan bizada ham bor. O'zbekistonda ko'rganman. Bunisidan ham bo'lsa kerak. Qizili chiroylida просто. Живой izgirit ko'p ekan lekin. Kecha men bu yerlarga tayyor chimdan olib kelib bosishdi. Nariroqda olaman. Misrda eng meni hayron qoldirgan narsalardan bittasi shu bo'ldi, ya'ni Sharm el Sheyxda. Ishonasizlarmi, bironta svetofor yo'q ko'chalarida. Katta trassalari bo'ladimi? O'sha nimani ichidan yuradigan, ya'ni shahar nima deydi, mahallalar ichida yuradigan ichki ko'chalarmi? Bironta svetofor ko'rganim yo'q. Shu tarafi meni qoyil qoldirdi va qarg'alar. Shu issiqda qarg'alar O'zbekistonda ham bor. Boshda hayron qolaydik, sovuq o'lkalarda yurmaydimi bular deb. Qarg'alar bu yerda ham bor. Ertalabdan shaqillab bezovtagan kartoshka gul deymizki, o'sha guldan bor ekan. Xo'sh, aka ertalabdan artayapti. Tepaga chiqib ketamiz. Videoni ozgina to'xtatamiz shu yerda.